Bizda sotiladigan tillolar bor edi. Bularni Telegram, bularni biz lomga olamizda bozorda turib. Hammasi butma-butun narsalar qarang. Sariq tillo, brilliant mana ular qarang. Mana unisini qarang, brilliant. Kanalimiz bor, Telegram kanalimiz Manzil Marg'ilon shahar, Kamina tillo bozori, hammasi butma-butun narsalar qarang. Mana uni qarang, chiroyli Rossiya zo'r narsalar. Biz bularni Telegram kanaliga qo'yamiz, mabodo har dor chiqsa sotamiz. Endi taqilgan narsa arzonroq bo'ladi, mulk tilloga sotamiz. O'sha bunaqa bo'lib ketganda puliga sotamiz, qarang. Shunaqa qilib pachaqlab yuboriladigan narsalarni puliga biz qo'yib sotamiz. Tayyor narsalarni shunaqa bo'lib ketmasin, odamlar olinglar deb qarang. Butma-butun narsalar, toshlari brilliant. Toshlari brilliant. Bularni biz materialga olganmiz-da. O'shani hisobiga biz zavoddan olib kelmaymiz yo Turkiyadan borib olib kelmaymiz. Shunaqa materialga olamiz, mana qarang, sariq tillolar brilliant 585. Bular prosta bunaqa bo'lib ketmasin deb taklif qilib ko'ramiz. Odamlar, olinglar, mana arzon narsalar, mana qarang, butma-butun baldan mashi ham, butma-butun. Prosta aybi bularni taqilgani xolos, 585 proba, zo'r zavodlar taqilgan xolos bular, qarang. Shunaqa qilib yormaylik, zargarlar zo'rg'a qilgan, olinglar odamlar, mulk tillo bulardan ziyon qilmaysizlar deb Telegram kanalimizga qo'yamiz har kuni tillolarni. Qiziqqanlar bo'lsa o'tib ko'ringlar, tillolarni narxini qiziqinglar, bozordan ancha arzon sotamiz. Sababi shunaqa narsa narxga olamizda. Lom narsa. Bugun olib ketsangiz, yangi qarang, balda. Rossiyskiy chiroyli balda qarang. Telegramda o'zi videolarni qilib tashab qo'yganmiz. Bularni arzon o'zi material bahoga qo'yganmiz. 1.130 mingdan sotuvga qo'yganmiz shuni. Prosta qo'yib ko'ramiz, har dor chiqsa sotamiz, bo'lmasam sirazi shunaqa qilib eritib yuboriladi. Sotiladigan tillolar bo'lsa ham aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz Marg'ilon shahar, Kombinat tillo bozori. Cheklanmagan miqdorda qabul qilamiz tillolarni. Aloqaga chiqaverasizlar. Mana yangi narsalar, mana bittasi qolib ketdi shekilli. Mana shunaqa narsalarni puliga olamizda, qarang mana. 580 buni tilloda o'ligi ham, mana majaqlanib ketgani ham pul. Bugungi kunda 1.120 mingdan oldik. Siz olib kelsangiz 1.120 mingdan olaveramiz shunaqa narsalar. 585 bo'lsa. Probasiga qarab olamiz, 750 qimmatroq, 375 arzonroq. Bitta like bosib, tillo olaman degan tanishlaringga prosta jo'natib qo'yinglar. Tillo olib ham ziyon qilmasa bo'ladi.